Endi gipergamiya deganda sizga nisbatan boshqa shaxs 3 ta statusga ega, yo sizdan baland, yo siz tengi, yo o'zingizdan past. O'zi bilan teng bilan yashab yurishi mumkin, lekin farzand ko'rmaydi. Bundoq qaraydi, lekin hammasini qiymati bir xil. Dubayda fohishalik qilayotgan ayol ham Instagramda chiqyapti. Uyda eriga xizmat qilayotgan, qaynotasiga xizmat qilayotgan ayol ham Instagramda chiqyapti. Farzandli bo'lgan ayol ham Instagramda chiqyapti. Farzandini diddomga topshirib olgan ayol ham Instagramda chiqyapti. Biza bundoq ayol kishi bundoq qaraydi, demak xavfsiz bo'lishim kerak deydi. O'zi bu mavzusi, asosiy mavzusi o'sha gipergamiya. Gipergamiya degani inson status tushunchalari bor. İjtimoiy statuslar. İjtimoiy deymiz avvida. Turlicha biz endi statusni belgilamoqchi bo'lamiz. Masalan, pagonimiz bo'lsa, boshqacha ko'rinishda, masalan, mana harbiylar bor yoki ichki ishlar, ularning o'zining ichki statusi bor. Nima deysiz? Ilmiy unvonlar, undan tashqari puliga qarab boshqasi. Endi ular statusi o'zi proksisi. To есть qimmat mashina proksi deganda statusi o'zi emas, statusi bir belgisi, qo'shimcha bilvosita ko'rinishi. Xuddi BYD haydasangiz, buni puli ko'p deganda, o'zi aslida unaqa bo'lmasligi mumkin, lekin biz aytamizki, balki statusi balanddir deymiz, puli unaqasi, nima deydi, turishi, yurishi, kiyinishi deganda edi. O umumiy status tushunchasi, bu ya'ni biologik statuslar. Keyin buni ustiga endi o'sha gipergamiya quriladi. Ya'ni inson qaysi statusdagi odam bilan muloqot qiladi, ya'ni aloqa quradi deylik, ya'ni bu turmush quradi deylik. Misol uchun agar bizani tushunchani tor tushunchada o'ylaydigan bo'lsak, o'sha to'g'risida kitob. Endi gipergamiya deganda sizga nisbatan boshqa shaxs 3 ta statusga ega, yo sizdan baland, yo siz tengi, yo o'zingizdan past. Endi ayollarda bu asosiy o'sha munosabat qurish gipergamiyaga asoslangan. Shu kitobda bir asosiy mavzusi o'zi shu, ya'ni nima deydi, kontenti. Ya'ni ayol kishi har doim o'zidan yuqori odam bilan munosabat qurmoqchi bo'ladi. Ya'ni bu eri bo'ladimi yoki misol uchun tanishi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Qisqa qiladigan bo'lsa shu. Endi o'zi bilan teng bilan yashab yurishi mumkin, lekin farzand ko'rmaydi. Ya'ni tanasiga bir qanaqadir do'stlik berishi mumkin. Lekin nima deydi, yashashga yo'q. Masalan, farzand ko'rmaydi, o'zidan pastga bir qanaqadir xizmat qildirtiradi, lekin u tanasini ham bermaydi. Qo'pol qilib aytganda. Endi shu, ya'ni buni o'zi aslida oldingi davrlarda, misol uchun Konrad Lorenz degan etolog olim bo'lgan, misol uchun bu endi bu Gitler davrida o'sha Germaniyada olim bo'lgan, o'zi Avstraliyalik bir katta etolog degani psixologiyani bir ko'rinishi ko'proq biologiyaga bog'lash. Sizni xatti-harakatingiz, bu hayvon bo'ladimi, misol uchun odamlar bo'ladimi, farqi yo'q, chunki bizning o'z xatti-harakatimizga biologiya ham ta'sir qiladi. Asosan biologiya ta'sir qilgani uchun endi unga qarshi biz boraversa, odam kasal bo'ladi, boshqa bo'ladi. Keyin o'sha Konrad Lorenz bu endi SSda ham xizmat qilgan, shuning uchun mashhur ham bo'lib ketmaganki, chunki orada keyin urush tugagandan keyin SSRda qamoqxonada ham bu hibsda bo'lgan, zonalarda bo'lgan, keyin ozod bo'lgan, katta olim. Bu maymunlarni ko'p o'rgangan. Misol uchun ko'p narsani aynan maymunlarning o'sha to'dasidek qiluvlari boshqasi insonlarga to'g'ri mos kelishini o'rganilingan, misol uchun iyerarxiyalar boshqasida. Endi keyin o'shani kitobi bor, agressiya degan, ya'ni tajovuz. Erkaklarning tajovuz, ayollarning, mana buni olaman. Ayol endi bir-biridan farq qilsa ham, xullas o'shani tahlil qilgan kitobi bordi va o'shani kitobida yozadiki, bu ayollarda o'sha ayollarga nisbatan dominantlik bo'lsa, jinsiy moyillik oshadi. Ishtiyoqi, jinsiy xohishi oshadi. Ya'ni partneri
erkak partnyori ayolga nisbatan dominantlik qilsa, ya'ni ustun bo'lsa, ayolda o'sha erkakka nisbatan moyillik oshib boradi. Moyillik bo'ladi, jinsiy moyillik. Xuddi shunaqa teskarisi, agar erkak kishi o'zini ustun qo'ysa, haligi ayol partnyoriga nisbatan bunda jinsiy moyillik oshadi. Ya'ni yana o'sha gipergamiya. Ya'ni erkak tepada bo'lishi kerak, ayol kishi pastda bo'lishi kerak. Ya'ni tepaga qarab, voy zo'r ekan deb o'zini statusi, haligi erkakning statusini o'zidan yuqoriroq ko'rish kerak-da. Shunda baxtli hayot bo'ladi degandi. No, o'shani qoidalari boshqasini kitobda keltirib o'tganman. Keyin nima deydi? Endi bu yerda muammoki, bizni hayot davomida erkak kishining ham statusi bir xil bo'lmasligi. Misol uchun tushib ketib qolishi mumkin. Ayol o'zi bilmasdan tushirib qo'yishi mumkin. Misol uchun erkakning statusini, misol uchun erining statusi. Hurmatsizlik oqibati bilan, masalan, alohida o'zi e'tibor bersanglar, bir 30-40 bet hurmatsizlikni turi to'g'risida yozganman. Buni misol uchun nashrda birlashtirib yuboruvdi, yo'q, buni alohida erkakka nisbatan hurmatsizlik mana 20 bet shunga bag'ishlangan ekanda. Ya'ni ko'rinishi ko'p. Misol uchun qayerga ketyapsiz degan savol yoki telefon qilib surishtiraveradi, qattasiz, nima qilyapsiz? Endi bu tabiiy buni qarash ham kerak, chunki nimaga? Ayol kishini o'sha statusi haligi skan qilamiz deymiz hamda, atrofidagi erkaklarga nisbatan bu davomli bo'laveradi. Masalan, erkak kishida boshqacharoq bo'lishi mumkin. Masalan, kimnidir hurmat qilyapsiz, bo'ldi. U endi xato qilsa ham, oyoqqa turib ketsa ham, boshqa bo'lsa ham tan olasiz. Erkakchilik, tam hayot, turmush deysiz-da. Ayol kishida unaqa nima deydi, imkoniyat yo'q. Unaqa bemalolgarchilik yo'q. Bundoq qaraydi, erkak kishi status tushib ketib qoldimi? Status deganda misol uchun bankrot bo'lib qoldi. Kimdir hurmatsizlik qildi, erkak kishi indamadi. Masalan, yoki ayol kishi o'zi ham sinab turadi. Misol uchun, qani bu erkak o'zi kuchlimi? Menga qarshi turib bera oladimi, yo'qmi? U ham davomli har xil testlari bor. Bu munosabatda boshida ham xuddi shu, misol uchun uchrashuvga olib ketyapsiz-da, qatga olib borasiz. Misol uchun siz Mariyani bir keklab olib ketyapsiz. Masalan, u aytadiku, keklab emas, Safiyaga boraylik deydi. Siz nima deysiz? Siz nima deydi? Tarbiya ko'rgan, muloyim erkakmisiz? Xo'p deysizmi? Statusingiz tushadi. Bu o'zini gapini nimasini turib bera olmas ekan. Chunki bu, ya'ni bu testlar ham alohida munosabat davomida ham ehtiyot bo'lish kerak. Endi keyin buni yana bitta narsasi, buni ham alohida yozib ketganim. Misol uchun, siz kim bilandir tanishdingiz. Farqi yo'q. Student edi, boshqa bo'ldi. U keyin oyoqqa turdi, boshqa bo'ldi, sizdan o'sib ketdi, boshqa bo'ldi. Lekin haligi odamning statusi sizga nisbatan baribir past bo'laveradi. Biz statusimizni tushirib olishimiz mumkin birovning ko'zida, lekin ko'tara olmaymiz. Tushunsiz? To есть bu endi nimani gapiki, sizni qabilangiz ichida siz kuchaya olmaysiz. Masalan, siz qabila deganingiz 4-5 ta sinfdoshingiz, siz har doim siz sinfdoshlaringizga nisbatan o'sha sinfdosh Abdulasiz. Siz katta, misol uchun tadbirkor bo'lib keting, katta amaldor bo'lib keting, ularning ko'zida siz hech narsani isbotlay olmaysiz. Agar ular sizni o'sha qabul qilmagan bo'lsa, shu to'g'ri, keyinchalik ham qabul qilmaydi. Bu degani endi siz ularga nimadir isbotlar, nimadir tushuntirib, o'zgartiraman deya olmaysiz ham, energiya bekor ketaveradi. Va u muhitda siz kuchaya olmaysiz ham. Agar kuchaymoqchi bo'lsangiz, tashqariga, masalan, masalan o'zimning holamda ham, bu birinchi kitobim emas, boshqa qanchadir mehnat ketadi, boshqa yozdingiz, u edi, bu edi. Lekin meni tanigan odamlar, "O'zi nima yozaverasan? Senga shu narsa kerak. Nimaga erishding? Hozir shu kitobni yozib." Bu normal hol, chunki ular uchun men o'sha eski Bobirman, oddiy yigitman, boshqa edi. Misol uchun. Hozir ham masalan, to'g'ri oddiy yigitmiz, lekin ular uchun erish tuyulaveradi. Masalan, sizni yutuqlaringiz.
chunki siz harakat qilyapsizki, statusingizni oshiryapsiz. Masalan, siz qanaqadir o'sha katta tadbirkor bo'lib, ular bilan tanishganingizda, ha, bu Abdulaziz, u katta tadbirkor, Jamoliddin, voy bu katta nima deydi, amaldor deyishadi-da. Status o'rnatilindi. O'zidan yuqori, o'zi bilan teng, o'zidan past. Chunki notanish odamni siz yuqorida ko'rishingiz u tabiiy holat, lekin o'zingizni tanishingizni o'stira olmaysiz. O'zingiz bilan yo teng edi, yo past edi, yo balandmidi, uni siz o'stira olmaysiz. U nimagaki, bu ham xavfsizlik mexanizmi. Kaybi nima deydi o'sib keta olmaydi yoki tashqaridan kelish kerak, yo bir kuch bilan majburlab shunda ham qabul qilinmaydi. Shuning uchun bir qanaqadir Telegram o'zi guruhingizda ham nimadir yangilik qilsangiz, ular qabul qilmaydi-yu, misol uchun, unaqa edi, bunaqa edi deb. Keyin yana nima mavzu? Xo'p. Keyin endi bu tushunchalarning farqi, hayotga bo'lgan munosabatlarning farqi. Misol uchun so'z bir xil bo'lishi mumkin, tushunchasi alohida. Masalan, hurmat. Hozir asosiy tarbiyani biz kimni qo'lga olamiz? Ayollar. Ya'ni bizga ayollarning tushunchasi yozilgan. Misol uchun ayollarni hurmat qilish kerakmi? Ayollarni hurmat qilish kerak. Bizga buni ayollar o'rgatdi. Lekin siz erkak kishi bo'lgani uchun sizning hurmat tushunchasi boshqacha. Ular sizga o'rgatgani bilan sizga sizni hurmatingiz bilan ularning hurmati boshqacha-da. Siz erkak sifatida siz hurmat qilgan odamni siz o'zingizdan tepaga qo'yasiz. To'g'rimi? Misol uchun siz men xotinimni tepaga qo'yadigan bo'lsam, hurmat qiladigan bo'lsam, gipergamiya buzilyapti. To'g'rimi? Misol uchun men er bo'lsa, xotin bundoq. Biz aytamizki, bu baxtli hayot emas, deymiz. Chunki ayol kishi o'zi yasholmaydi. Ayol kishi o'zi yasholmaydi bunaqa holatda. Hatto mana bunday holatda. Chunki oila bu klub emas, u yerda kimdir rahbar bo'lishi kerak. Xullas o'sha hurmat tushunchasi, ya'ni biz tepaga qo'yib qo'yamiz odamni, erkak kishi yoki hurmat qilgan odamimizni aytganini qilishni boshlaymiz. To'g'rimi? Masalan, ustozingiz bo'ladimi, otangiz bo'ladimi? Men o'shanga kelib to'xtaldim. Misol uchun uyda ayolingizni o'zi hurmat qilmasa yoki uyda ayolingiz o'zini ko'zini oldida siz status tushib ketib qolgan bo'lsa, jamiyatda ayolni tiklash ham mayli, jamiyatga chiqqaningizda ham o'ziga nisbatan samatingiz tushaveradi. Chunki uyda siz har doim ko'rib turadigan joyda sizni samatingiz yo'qda, hurmatingiz boshqa narsa. Shunaqa. Chunki endi u tepada ko'rish kerak-da. Endi постоянно endi buni muammosi o'zi aslida aynan psixologiyaga nisbatan gapiradigan bo'lsangiz, alohida o'zi mavzusi ham bor. Bu yerda oxirroqda sal tushunishga qiyinroq mavzu ham. Tushunishga deganda sal murakkabroq mavzu. Erkak tak. Bu libido degan tushuncha bor. Libido degani mana ayol kishida jinsiy moyillik qanaqa? Настроенияsiga qarab. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi. U misol uchun uni ketidan quvlab boshqa qilib yurmaydi. Erkak kishining jinsiy moyilligi har doim yoqilgan. Qisqa muddat masalan jinsiy aloqadan keyin libidosi tushib ketishi mumkin. Chunki prolaktin chiqadi-da, bir qisqa muddat, u ham bir necha soat bo'lishi mumkin. Bo'lsa. Lekin biz har doim yoqib yuramiz deydi, ya'ni jinsiy aloqaga tayyor yuramiz, libido. Endi tushuntira oldimmi? Ya'ni bu istek, xohish har doim bor bu narsa. Endi jamiyatlar aynan shundan foydalanadi. Ya'ni jamiyatshunoslikda, jamiyat qurilishida o'zi biz nimaga aytamiz? Bu dunyoni erkaklar qurdi degani sababi ham shunda, haligi libido sabab. Bu endi to'g'ri qanaqadir grekcha so'z, boshqa. Jamiyat bu narsani, libidoni, bu istekni sublimatsiya qiladi. Sublimatsiya degani aynan bu jinsiy bir yo'nalishdan boshqa narsaga yo'naltiradi. Misol uchun yo'l qurishga, bino qurishga, jamiyatni o'zini qurishga, misol uchun mana armiya, maktab, universitet,
davlat o'sha imperiya bo'ladimi yoki respublika bo'ladimi farqi yo'q. U energiyaga quriladi-yu. O'sha energiya qayerdan olinadi? Aynan o'sha erkakdan olinadi, libidosida. Ma'nosi shunda. De va haligi nima deymiz? Buni to'g'ri boshqarishdi. Ya'ni haligi sublimatsiyani. Agar jinsiy aloqani umuman yopib qo'ysa, haligi ayol kishi, erkak kishi zaiflashib ketadi. Bu masalan hozirgi zamonda qaysi millatlarda bor? Endi bunga obyektiv sabablar ham bor o'zi aslida. Bu ya'ni bu narsalar endi million odamga bo'lganda biz bu yaxshi, bu yomon deya olmaymiz. Bu chunki sababi bor-da. Ikkinchi jahon urushi natijada mana Rossiya, Ukraina, Belarusiyada ancha erkaklar qirilib ketgan. Keyingi avlod o'g'il bola, qiz bolalar kimni qo'lida katta bo'ldi? Ayollar. Chunki umuman erkak yo'q edi o'zi, masalan, nasl qoldirishga o'zi kerak bo'lsa erkaklar bo'lmaganda, hammasi qirilib ketgan. O'shani ta'siri mana hozirgacha. Shuning uchun haligi jinsiy aloqa umuman juda ham qattiq nazoratda. Deyarli yo'q. U sababli haligi erkak kishi nevroz kuchlidir. Stress kuchlidir. Masalan, nimaga biz aytamiz? Masalan, rus ayol erkaklari aro ichaveradi, u o'sha oilaviy o'sha munosabat sabab. Ajrashishdan tashqari agar yashayman desa ham erkak kishi xotinini uyida yashaydi, masalan, Rossiyada masalan. Uni qaynonasi ham misol uchun ezaveradi, xotini ham ezaveradi, boshqa qiladi. Ular erkak kishi bilan munosabatni qattan o'rganadi. Otasi o'sgan, otasi bo'lmagan, bir necha avlod uzilib tushib qolgan. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bu jinsiy aloqani umuman biz yo'q qilib yuborganimiz. Bu ham yaxshi emas. Chunki unda erkak kishi zaiflashib ketib qoladi. Stressga tushadi, boshqa. Chunki tug'ilishidan boshlab ayol kishi, misol uchun, erkak kishiga baqiraveradi. Babushkasi baqiradi, onasi baqiradi, boshqa hamma. Menga bitta psixolog kishi tushuntirganda, obsessivniy sindrom degan narsa bor-da. Absent degan inglizcha so'z bor. Ya'ni present degani bor. Misol uchun xonada bor odam, xonada yo'q bo'lsa absent. Obsessivniy sindrom degani nimadandir voz kechganingizda stress bo'lasiz-ku. Masalan, shirinlikdan, sigaret chekkaningizda. O'shanda aytuvdi, mana rus erkaklarda mana shu narsa bor. Ayol kishi ularga baqirish to'xtatganda, baqirmasa ularda stress bo'ladi degan. Qanchadir muddat. Chunki obsessivniy sindromi bor-da, chunki bog'cha baqiradi, maktabda o'qituvchisi baqiradi ayol kishi, ishxonada ayollar baqiradi, bizga g'alati tuyulaveradi-ku bu narsa. Biz shok bo'lib qolamiz. Masalan, ayol kishi bizga qo'pollik qilsa. Masalan, siz onangiz, xotiningiz, kelingiz sizga qanaqa muomala qilardi? To'g'rimi? Ana ularni odamni qabul qilish qiyin-da, lekin ular majbur, misol uchun yashashga. Lekin buni teskarisi ham, masalan, juda ham bemalolgarchilik erkaklarga berib yuborsak, haligi sublimatsiya bo'lib ketadi, energiyasi prosta oqib ketadi. Yerga xuddi siz batareykani olib plus minusini bunday korotkий zamykani qilasiz, batareyka kuyib buzilib qoladi. O'sha muammo. Endi bu masalan bizning misolda bu har xil yoshlar tashkiloti bor bizda O'zbekistonda. Men ko'p yozaman, ya'ni bemalolgarchilik o'zi o'g'il bola, qiz bolalar bemalol yashayveringlar ki, ana yoshlarning kuchini o'sha 15-20 yosh bolalarning kuchi bo'lar bo'lmas qizlarga, boshqaga arzimagan narsaga ketib qolsin. Maqsad o'zi shunda. Masalan, shuning uchun bizni balansini ushlashimiz kerak. Endi masalan feminizm to'g'risida ham gap bor, patriarxat to'g'risida ham gap bor. U bizga tushunchamiz qanaqa? Masalan, patriarxat deganda matriarxatga nisbatan feminizm bu erkaklar hukmronligi deymiz, u noto'g'ri gap. Patriarxat ham erkaklarni nazoratga olgan. Ya'ni biz jamiyat qurishimiz kerak, murakkab bir qandaydir strukturalarni qurishimiz kerak. To'g'rimi? Demak, uning uchun energiyani boshqarishimiz kerak erkaklar. Shuning uchun erkaklarni xotini bo'lish kerak va erkaklarni bitta xotini bo'lish kerak. Har bitta erkakning xotini bo'lish kerak, bitta xotini bo'lish kerak. Bo'ldi. Patriarxat degani shu. Bu degani bari erkak kishini cheklash, erkak kishini energiyasidan foydalanish. Endi to'g'ri, erkak kishidan bari foydalaniladi, bu uni ham tabiiy qabul qilish kerak. Ya'ni bu misol uchun mana hozir bu
feminizmga qarshi ham hozir har xil harakatlar chiqib ketgan, ya'ni AQShda ham, yo Rossiyada ham, ya'ni erkaklar yo ayollar sizlarni molparast, mol mulkinglarni olib qo'yadi, uydi bu uydi deyiladi. Ha, ayollar shunaqa. Ya'ni resurs to'playdi ular. Ularga kerak. Lekin bu degani demak sen kuchayishing kerak emasmi? Sen kuchay, o'z ustingda ishla, o'qi, resursingni ko'paytirginki, sen atrofingda o'sha statusi baland ayollar bo'lsin. Tushunsa, ya'ni qimmat ayollar bo'lsin atrofingda degan ma'noda-da. Biz ya'ni o'zimizning xususiyatimizni bir kamchilik yoki yaxshi yoki yomon ishda emas, o'shani qabul qilishdi. Misol uchun to'g'ri, masalan, ayol kishi qo'rqoq bo'lishi mumkin. Qo'rqoq, uni nima deydi, bu ichida bir biologik bir anaqa. U erkak kishi uni his ham qila olmaydi. Ya'ni shunchalik qo'rquvda yashaydi-da. Misol uchun, bu undan endi to'g'ri oqilona foydalanish kerak. Bu degani demak, siz erkak sifatida o'zingiz qo'rqinchli bo'lishingiz kerak. O'shanda u, demak bu erkak, masalan, siz atrofingizda ayollar aytadiki, bu erkak meni himoya qila oladi deydi. Tushunyapsizmi? Bu degani ayollar qo'rqoq ekan, demak biz yumshoq bo'lib, ularga moslashib, nima deydi, uchinchi jins bir sezilar sifat bo'lishimiz kerak degani emas-da. Tushunsa, ya'ni siz o'zingiz erkak bo'lsangiz, atrofingizda ayollar yig'iladi, bu boshqachasiga kerak emas. Ular ham sizdan foydalanyapti. Xuddi siz ulardan foydalangandek. Endi bu degani mana endi yana alohida bobi ijtimoiy mana bu tarmoqlarning ta'siri, ayniqsa ayollarga. Masalan, biz 1 soat, 2 soat hozir pornografiya to'g'risida gapirishimiz mumkin-da. Erkaklarga ta'siri. Ayollar pornografiya ko'rmaydi. Ularga kerak emas, ya qiziqmaydi ham masalan. Lekin erkak kishiga bu yomon ta'sir qiladi, boshqa qiladi, miyasini, bosh miyani boshqacha o'zgartiradi-da. Pornografiya 1 soat, 2 soat gaplashishimiz mumkin. Salbiy oqibatlar to'g'risida. Lekin xuddi o'shunaqa salbiy oqibatlar to'g'risida bizni misol uchun ijtimoiy tarmoqlar ayollarga ta'siri to'g'risida gaplashishimiz mumkin-da. Tushuntira oldimmi? Muammosi nimada ijtimoiy tarmoq, masalan, o'sha Instagramdir, boshqa ayol kishi aytamiz, qo'rqoq. To'g'rimi? Qo'rqoq bo'lgandan keyin u xuddi mana baliq qanaqa suzadi. Ya'ni masalan 1000, 2000, 5000 ta baliqmi, hammasi iloji boricha o'rtada bo'lmoqchi bo'ladi. Chunki nimaga? O'sha kasakka o'rtasida bo'lsa, xavfsiz. To'g'rimi? Endi Instagramga kiryapti-da, ayollarni ko'radimi, o'zbek ayollarni? Qanaqa o'zbek ayollar bor Instagramda? O'zingiz ayting. Kuchli ayollar bor, deputat ayollar bor, tadbirkor ayollar bor, dunyoni kezayotgan ayollar bor. To'g'rimi? Misol uchun yoki uyda eriga qarayotgan, oilasini parvarish qilayotgan ayollar bor, erga tegmagan ayollar bor, erga teggan ayollar, ajrashganlari bor. Shuni bundoq ko'ryapti-da. Demak, mana shu hammasi norma deydi. Chunki masalan, tadbirkor ayol o'zi foizga nisbatan, xuddi tadbirkor erkakdek, foizga nisbatan chinakam, misol uchun aldamagan, boshqa kuchli tadbirkor erkak yoki ayol o'zi foizi kam-ku. To'g'rimi? Yoki Dubayda ishlab yurgan ayollar foizi kam-ku. Tushunasizmi? Ular bundoq qaraydi, lekin hammasini qiymati bir xil. Dubayda fohishalik qilayotgan ayol ham Instagramda chiqyapti. Uyda eriga xizmat qilayotgan, qaynotasiga xizmat qilayotgan ayol ham Instagramda chiqyapti. Farzandli bo'lgan ayol ham Instagramda chiqyapti. Farzandini diddomga topshirib olgan ayol ham Instagramda chiqyapti. Biz bundoq ayol kishi bundoq qaraydi, demak xavfsiz bo'lishim kerak deydi. Turmush qurgan ayol aytadiki, "Yo'q, endi men dunyo kezishim kerak" deydi. Chunki xavfsiz variant nima? Hamma qilayotgan ish. O'zi dunyo kezayotgan ayol foizi kam bo'lishi mumkin yoki erdan ajrashgani kam bo'lishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Xavfsiz bo'lish uchun demak hammasini qilib ko'rishim kerak deydi. Bu masalan Amerikada hozir problema-da, bunda Instagramni ko'radi, "Men bo'ldi, men erimdan ajrashishim kerak ekan" deb ikkita bolasi bilan bitta kishi aytayotdi-da, xotinim ajrashdi, ketdi, bolalar menga tashadi. Endi ularda o'zi muammo emas. Eriga ham tashab ketishi mumkin, o'zi ham olib ketishi mumkin.
sudli misol uchun ancha bemalol, masalan, bizanikiga nisbatan farzandlarni erga ham berishi mumkin. Tushunasizmi? Yoki sal qiynalsa bolalarni o'zi bolalar uyiga ham topshirib yuboradi o'zini farzandini, ertaga oyoq turib ketsa, yana bolalar uyiga borib, boshqa bolalarni boqaveradi. Oson. Masalan, bizda bola boqish olishi ham o'zi qiyin-ku. Boshqacharoq qaraymiz-ku. Qariyalar uyiga yoki bir diddomga boshqacharoq qaraganimiz uchun ularda bu narsa boshqacharoq, osonroq, o'zi millat sifatida ham bu kabi xuddi probirkada katta bo'lgan millatda, ya'ni hammani jo'natib yuborishgan, o'zi qanaqa ko'payganini ham o'zi alohida so'zlar bor. Masalan, Madir Fakir degani o'zi shu-da, kerak bo'lsa singlisidan, onasidan ko'paygan. Endi oyoqqa turib, endi mana ijtimoiy institutlar shakllanib, mana bu oila, bu anaqa deb shakllantirishyapti. Endi aytmoqchimanki, lekin bu narsa bizga ham kelyapti. Aynan ijtimoiy tarmoqlarning ayollarga salbiy ta'siri. Gapu o'sha xavfsiz bo'lish uchun hali qo'rquvni nima deydi, qondirish uchun men hamma narsa bo'lishim kerak, demak hamma narsani qilib ko'rishim kerak. U mantiq o'tda ishlamaydi, his tuyg'uga berilgan boshqa. Yana nima? Umuman olganda endi oxirgi ko'p ham gapirib yubormay. O'sha endi tushunchalarni farqligi, misol uchun o'sha sodiqlik deymizmi, hurmat, yana 2-3 ta so'zlar alohida yana yozib o'tganman, ya'ni dunyoqarashli farqli. Shundoq bukvalni olsa biz yutqizib qo'yaveramiz, erkak sifatida ham, ayol sifatida ham. Keyin misol uchun yana bitta farqi, masalan, endi buni ikki xil gapirish mumkin. Masalan, ayol kishi har doim aldaydi. Tushunasizmi? Endi buni yumshoqroq gapi, ayol kishi qachon haq? Har doim haq. Tushunasiz? Uni mantig'i bo'yicha, masalan, ayol kishining mantig'i bo'yicha, u hozir, uni mantig'i hozir va hozirgi his tuyg'ular. Tushunasizmi? Agar bunaqa desangiz, demak har doim haqda. Masalan, hozirgi his tuyg'usi qanaqa? Jahli chiqqan, sizda alamzadami? Hozirgi gapirgan gapi uning uchun haqiqat bo'laveradi. Ertaga to'g'ri, men shunaqa dedim, lekin meni gapim o'sha paytga mos va o'sha paytdagi his tuyg'umga mos. Bugun meni his tuyg'um o'zgardi. Erkak kishi uni tushuna olmaydi. Chunki erkak kishi masalan, mana bu haqiqatmi, mana men bugun ham, ertaga ham 10 yildan keyin o'zgarmaydi o'sha haqiqat. Lekin ayol kishiniki his tuyg'usiga qarab, hozirgi his tuyg'usiga qarab o'zgarib turaveradi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bu yana o'sha farqlar. Shuning uchun siz gaplashasiz, nimagadir kelishasiz. Lekin u kelishuv faqat o'sha muddat, o'sha nuqtaga nisbatan edi. Ertaga u boshqacha qilaveradi ayol kishi. Chunki nimaga? U his tuyg'usi o'zgardi. Ertaga boshqacha, indinga boshqacha. Masalan, buni normal, uni siz misol uchun yaxshi yomon deya olmaysiz. Chunki masalan, mana erkak kishini bor, ya'ni testosteroni deylu, bir 50% ga o'zgarsin. Cho'si 50% ga o'zgardi degani, yo siz Abdulaziz ko'paytirib 10 bo'lasiz, kuchingizga nisbatan boshqa pasaysa, yana unda yana nimadir yutqizasiz. To'g'rimi? Ayollarniki misol uchun bir haftaning ichida kerak bo'lsa 10-20 marta o'zgarishi mumkin. 5-10-20 marta o'zgaradi haligi bir oylik sikllar. Tushuntira oldimmi? Masalan, bugun depressiyada edi, bir haftadan keyin haligi kuch beradigan gormoni 10 marta oshgan. U har xil gormonlar ko'p, ya'ni ma'minno. Shuning uchun ham bir oy ichida haligi o'zini tutishi, boshqasi uni qabul qilish kerak. Shu, ya'ni nima deydi, nimadir tushunish boshqa ma'noda emas. Shu, endi bu mavzuni o'zi gipergamiyani ma'zur so'rayman, o'zi shomillashib boraydi. 23-yil demak, shu noyabrmi, dekabrda bir YouTube'da ko'rib qoldim-da. Endi bu o'zi eski aytgandek mavzu, lekin unaqa ko'p yoritilmagan edi. Keyin mana sotsialkalar chiqdi, tanishuv saytlar, prilojenelar chiqdimi, ijtimoiy tarmoq, Tinder. Ular milliardlab, misol uchun haligi aloqalarni, elektron aloqalarni
tahlil qilishni boshlaganda, misol uchun bir tanishuv sayti ilmiy izlanish qilgan, o'shani natijasi deyapti, misol uchun AQShda ayollarga qanday erkaklar yoqadi. Haligini natijasida 40 bilan 60 orasida. Tushunsa, 40 bilan 60 orasidagi erkaklar yoqadi. Ya'ni tanishuv ilovasi deylik. Erkaklar qanaqa ayollar yoqadi? 18 yosh. Uni misol uchun sizga kelib, Abdulaziz sizga qanaqa ayollar yoqadi desangiz, siz nimadir deyishingiz mumkin, lekin u haqiqatga to'g'ri keladimi yo'qmi? Ehtimoli qancha? Erkak kishi bo'lgani uchun ko'proq ham keladi. Tushunsa haqiqatga. Lekin ayollarga nisbatan va o'zi bu mavzuni qiziq tarafi shuki, siz ayol kishiga borib, senga qanaqa erkaklar yoqadi desangiz, gapirishi mumkin, lekin u gapi qanchalik haqiqat, o'sha muammo bo'lib kelgan. Hozirgi davrgacha. Olimlar misol uchun, xo'p, maymunlarni o'rgangan, insonlarni o'rgangan, taxminan nimadir yozishgan. O'sha Lawrence 60-yilda yozilgan agressiya kitobi. Ya'ni dominirovание agressiya bo'yicha ayol kishi pastda, lekin bu ham bir kichik populyatsiyani tahlil qilganda. Lekin siz ayol kishini o'ziga borib, senga qanaqa erkaklar yoqadi deganingiz bilan aytib bera olmaydi. Bu Allohning bir mo'jizasi. Ya'ni bizda kompyuter bor, ayollar bor, ya'ni o'sha nima deydi, hardware bor, markaziy protsessori bor, ichida dasturi ham bor. Dasturi yo'q deyilmayapti bu yerda. Dasturiy ta'minoti ham bor. Lekin o'sha kompyuter, o'sha dasturiy ta'minot qanaqa ishlashini o'zi tushuntirib bera olmaydi. Endi buni ham bir ilohiy bir asosi bo'lsa kerakki, unda masalan agar aytib bera olsaki, masalan menga nima deydi, bo'yi baland, boy, kelishgan yigitlar, erkaklar yoqadi degani bilan, unda hamma o'shanga o'xshab, agar haqiqatda aytganda hamma bir xil bo'lib olib, bir xil qora soqol, bo'yi uzun, prichoska qilib, hamma BYD haydab yurardi, to'g'rimi? Lekin aslida haqiqatda unaqa emas u. U va qanday erkaklar o'zi haqiqatda yoqishi, o'sha algoritm asosida psixolog, u ham alohida bobda yozilib ketgan. Sizga kerak bo'ladi. Hazillashib.